Bitta video qo'yaman uchyapti. Ikkita video qo'yaman yana uchyapti. Uchta ko'p video qo'ysam tez patishin ko'payadi. Bos ko'p video qo'yib tashlaman. 1 million obunachi yig'dim. Juda ko'p vaqt o'tib, men juda qattiq stress bo'ldi menda, depressiya bo'ldi. Sochim ham shu mancha to'kilib ketdi. Hammaga salom do'stlar. Bugun men Shovqin loyihasini Qurshow YouTube kanaliga keldim va bugun bu yerda 10 ta savollar va men bunga rost javob beraman. Rep aytishmi yoki kontent yaratish qaysi biri ko'proq zavq beradi? Rep aytish menga qanaqa zavq beradi bilmayman, chunki men hali katta sahnada suhbat qilib yoki katta sahna oldida o'zim hali ko'rsatib ko'rgan inson emasman. Shuning uchun buni kayfini bilmayman. Oddiy qilib aytganda, kontent yaratish, prosmotrli yoki qanaqadir taqdirlashlar bo'lgani uchun ham zavqni qo'pol qilib kayf bilsak, ya'ni men olgan kayfimdan aytadigan bo'lsak, men kontent yaratishdan ko'proq maza qilganman. Kelajakda umid qilamanki, bu tarafni ham to'ldirib qo'yaman. Qaysi bloger bilan qilingan kollaboratsiya siz uchun eng muvaffaqiyatli bo'lgan deb o'ylaysiz? Kamol Qahhorov Kamol aka bilan kollaboratsiya u masalan birinchi olgan videomiz portlab ketmagan. Prosta doimiy bo'lgan yoqadi. Ya'ni menga bitta boom qiziq emas, menga stabilniy o'sish qiziq. Kamol aka bilan shu narsa bor. Yana qo'yinglar, shu o'zimiz bolalar, Ahror, Bobrello, shunaqa deb javob berardim men. 3-savol, Omonxon YouTube kanalida videolar soni nega kamaydi? Nimaga kamaygan kelishdi? Nimaga ko'pligiga o'taylik oldin? Chunki kamligi hozir bir norm. O'zbek YouTube'da prosta oldin men nenormal, ya'ni ko'proq ishlardim. Shu uchun ham odamlarni ko'p esda qo'yganman deb o'ylayman. Aynan hozir nimaga kamaygani sababi chunki oldin ko'p bo'lardi. Nimaga ko'p, hozir nimaga kam? Chunki oldin kamroq pul tiklardi har bitta videolarga, kamroq insonlar, sodda montaj va sodda syomkalar bilan chiqib ketardik. Hozir esa unaqa emas, kamida 2-3 talab kameralar, eksklyuziv rubrikalar, normalniy rekvizitlar juda ham ko'rinmagan joylarga juda ham ko'p pul kirib ketadi. Ayniqsa bizning yo'nalishda, chunki bizning yo'nalishda rekvizitlar, grim va yana boshqa narsa juda ham muhim. Ketma-ketlik, storytelling olib borish kerak, shu odamga qiziq bo'lish uchun. Ya'ni bu narsa normalniy xarajat talab qilyapti. Biz esa уже 1 yil oldingidan yaxshiroq bo'lish uchun, yanada rivojlanish uchun bu riskka borishga majburmiz. Bu risk mana shunaqa kamroq video chiqarishni bizdan talab qiladi. O'zim ancha yarasha bo'lib qolganman. Uni tan olish kerak buni. Bo'lmasa qilsa bo'lardi. Oradan vaqt o'tib, odamlar sizni kim sifatida eslab qolishini xohlaysiz? Men uchun bu juda ham oddiy savol, chunki men bu haqida juda ko'p o'ylab yuraman. Menimcha oradan bir qancha vaqt o'tsa ham prosta smaylikni eslab qolishni xohlayman. Ikkita dimoq qo'ysa, bitta bo'ladi. Boshqa nimadir kerak emas. Chunki meni hali obrazim to'liq shakllanmaganda, potensiyal bo'lmasda, ya'ni men o'ylamayman, to'g'risi hozir qo'limdan kelayotgan hammasini bilib ko'rsataman deb. Prosta bular so'rayotgan narsani o'zi ko'rsataman xolos, ya'ni obunachiligi. Agarda obunachilar sal katta bo'lib, mendan boshqa narsa so'rasa, men aqlim yetadi, juda ham boshqacha ular tasavvur qilmaydigan yo'nalishda ham kontent qilish. Chunki bu yo'nalish men formulasini bilaman. Ya'ni bu formula libo yo'nalishga tushadi. Qanaqasi qiziqarli, odamga qiziqarli hikoya. Hozir siz men sizga soatlar gapiraveraman, madar siz menga qiziqib eshitib tura olasiz. Chunki bu formulasi bor. Ya'ni qiziqarli hikoya qilib berish. Liboy video rolik ham, kino ham, she'r ham liboy hammasi bu hikoya. Ya'ni boshlanishi qiziq joyi madar bo'lib qolishi kerak. Ya'ni shu uchun ham o'ylaymanki, muammosi yo'q. Muhimi izlanishni to'xtatish kerak emas. Odamlar qanaqa eslab qolsa ham, u meni qo'limda emasdi. Ya'ni qo'lingizda bo'lgan narsaga achmaysiz-ku. Shu uchun ham qanaqa eslab qolsa ham, muhimi hayotda ko'p so'kishni bilishmasa bo'ldi. 5-savol, o'zingiz xohlamasdan suratga olingan videolaringiz bo'lganmi? Pul uchun olgan videolarim bo'lgan. Qaysi pul uchun olganman? Ya'ni bizda oborot degan tushuncha bor. YouTube'da yana qanaqa bash video chiqaramiz, o'sha videoga reklama qilgan, o'sha videoning pulini biz 2-3 videoga ishlatamiz. Ya'ni zarur tez video olib chiqarish uchun tez o'g'irlangan video bor. Ya'ni men aslida pulim yoki vaqtim bo'lgan videoni olmasdim. Masalan, ikkinchi kanalga qo'yardim degan. Bunaqa tam qabristondagi quest shunaqa qaragan mistikaga bog'liq narsalar. Chunki avtorga mistikaga bog'liq narsa yoqadi. Biz unga ko'p harakat qilmasdan turib ham unga sal storytelling sal qo'shib yorsak, ko'rishadi. Shu uchun ham shoshilib boramiz, lekin o'zi aslida biz bundan kontrakt qilishga tayyormiz. Qilamiz, easy, muammosi yo'q. Ozginagina bizga kuchsa, ozginagina balkim davlat tomonidan sarmoyasiga harakat qilsa, bir sharoit qilib berishsa, men easy o'ylayman. Birinchi yilni o'zida biz o'rta Osiyoda normal shoqni ko'taramiz. Men content creator sifatida va shu sohada 6 yildan beri ishlayotgan inson sifatida easy eta olaman. 1-2-3 yil ichida biz dunyoda o'zimiz o'rnimizga ola olamiz. Pad va prosim emas. Bu narsaga men o'ylayman, chunki men atrofga qaramanku, atrofda yonimda kim, bu sohada yana men bilan kimligini ko'rib turibman-ku. Bularning ko'zida qanaqa olib, bular qanaqa chanqoqligini. Biz ko'proq qilamiz. Bu xudoning paradoks qilishdi, masalan, nimaga bo'lmasa qolganlar qilmayapti deydi. Men siz borda qolganlar qilmayapti. Chunki anaqa toshkentlik bilan bular qanaqadir bular paradoks bor, Toshkentda etak bo'tib bor, shuncha harakat qilmaydi, bular harakat qiladi. Shuncha paradoks bor-ku. Xuddi shunga o'xshaydi. Ya'ni bizda chanqoqmiz bu narsaga ko'proq. Ya'ni chunki ularda stabil bor, ular uchun bu oddiy holat. Bizga kelsa hozir birinchidan O'zbekistonga maysasiga kelsa, qanaqa shovqin bo'ladi. Любой har 3-stependagi 10 ming подписчиков Vayner ham o'tadi. YouTube'ga ishonsam, işte pul topaman. Shu uchun ham YouTube bizga normalniy davlat o'ziga normalniy komissiya topshiramiz. O'zimiz ham va nihoyat qanaqadir insonni ko'ngliga qaramasdan turib, prosta qilayotgan ishimizga pul ola olamiz. Sizni ko'pchilik ko'ngilochar kontent orqali taniydi.
Agarda jiddiy formatga o'tsangiz, auditoriya sizni qabul qila oladimi? Katta fozil bilan aynan o'zimni Omonxon kanalida bo'lmaydi bu narsa. Men prosta yana alter ego yana bitta yangi odam yasayman o'zimdan. Даже balkim tashqi ko'rinishim ham o'zgarar, soqol-poqol lekin nimadir. Qabul qilishadi. Ozgina bir anaqa vaqt kerak bo'ladi. Men o'ylashimcha unaqa bir qiyin narsa emas bu. Chunki men ham ertaga o'tmayman-ku. Ya'ni hozir masalan men auditoriyam bir 5 yildan keyin o'tsam qabul qila oladi. Nima uchun men 5 yil o'sha prime mushab turishim kerak. O'ti shunda. Ya'ni bu savol juda chuqurroq o'zi aslida. Vat. Siz uchun muvaffaqiyat bu raqamlar prosmotrlarmi yoki ta'sirmi? Xo'sh, aynan hozirgi paytda menga raqamlar, prosmotrlar, подписчиклар juda ham muhim ta'sirdan ko'ra, chunki ko'pchilik umrini ta'sirga tikib, auditoriyaga ta'sir bo'lmagan insonni hurmat qilmayotgan bo'lsa, men mana shu hurmat qilmayotgan odamlarning eng kuchlisi bo'lishga harakat qilaman, chunki mening maqsadim hozir juda katta prosmotr, juda katta obunachi chechib qolib, ularning yoshligidan miyasiga o'zimni o'tkazib, undan keyin ta'sirni ulardan ham ko'proq o'tkazish. Bu narsani esa, ya'ni tipa ular har doim mana to'g'riga bordingiz, chapga qaraysiz, o'ngga qaraysiz. Mana shu yo'l, qolgani xato deb hisoblashadi. Men unaqa bo'layman. Nafaqat keyin o'sha muvaffaqiyatga erishaman. Hozir ham men botda ham muvaffaqiyat sonaman bo'ladi, keyinchalik botda ta'sir ham bo'ladi. Meni qo'limdagi va meni qarorimga bog'liq bo'lgan narsa. Va shuning uchun ham bu narsa qanaqadir kimnidir bir beshit qilish kerak yoki umrini, masalan, kimdir umrini prosta faroshtlikka tikayotgan bo'lsa, грубо говоря, siz farosh bo'lmaganingiz uchun sizdan xafa bo'lishga haqqi yo'q. Va xuddi shunaqa agar ular ta'sir berishga umrini tikayotgan bo'lsa, men deb prosmotr va подписчик uchun harakat qilayotgan insonlarga pretenziya bildirish haqqi yo'q. Chunki ta'sir o'tkazish kerak bo'lsa, bizda ham chajib bitta ishlayapti uzr. Ammo mana shu tugadi. Siz esa like bosing, obuna bo'ling. Zerikarli bo'lgan bo'lsa, zerikarli yozib qoldiring. Zerikarli emas bo'lgan bo'lsa, zerikarli emas, Omonxon top yozib qoldiring. Men esa ketdim. Sal siqilib qoldim. Chunki 5 yillik planlarim sal qo'rqinchliroq. Bu uchun hozir ishlash kerak.